Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muqaddas Ramazon oyi kirib kelishi munosabati bilan Molochnaya Radost kompaniyasi siz azizlarni chin qalbdan muborakbod etadi. Ushbu fayzli oy xonadonlaringizga tinchlik, qalblaringizga xotirjamlik, hayotingizga baraka olib kelsin. Tutgan ro'zangiz, qilgan ibodatlaringiz, qilgan ezgu amallaringiz Yaratganning dargohida qabul bo'lsin. Ramazon bu sabr, shukr va mehr oyidir. Bu oyda qalblar yanada yaqinlashadi. Oilalar bir dasturxon atrofida jam bo'ladi. Duolar bir-biriga ulanadi. Har bir saharlik va har bir iftorlik sizga sog'lik, quvonch va ruhiy poklik olib kelsin. Ramazon oyining nurli kunlari barchamizga yaxshilik, totuvlik va saxovat olib kelsin. Ramazon muborak bo'lsin. Hurmat bilan Molochnaya Radost oilasi.